Men hali O'zbekistonda moshin sotqichlarga yomon kulgim keladida. Nima deydi? Nexia 1 yili deydi 2002 yo bo'lmasa 2005 deydi. Lyuks gidravlika bez konditsioner deb qo'yadi endi. Lyuks degani qayda qoldi uni? Bez konditsioner degani qayda qoldi? Tavba qildim ey. Hayronsan, og'ziga kelganini gapiradi. Cobalt deydi mana. Lyuks deydi. Konditsioneri yo'q deydi. ABS'i yo'q deydi. Magnitofoni yo'q deydi. Вообще yangi deydi. 25.000 kilometr yurgan deydi. Yo tavba qildim. 25.000 kilometr yurgan mashina yangi emish. Tavba qildim. Shu kulgim keladi shunaqangi. Sal farosatda ishlatsa-da.